Atilmiz kurslarni boshida ochganimda bu ayollarga shu darajada ta'sir qiladi deb men to'g'risi o'ylamagandim. Meni fikrim faqatgina arab tilini o'rgatish edi. Oson o'rgatish. Men o'zim 4 farzandning onasi bo'lganim uchun uydan chiqib nima bilandir shug'ullanish menga juda ham qiyin bo'lgan. Kimnidir doim iltimos qilishim kerak edi ilmga borish uchun. Mana shu onlayn men uchun juda katta bir topilma bo'lgan. Ilm olish uchun endi hozir chegara yo'q degan narsani o'ylab shu ayollarga, umuman insonlarga arab tilini o'rganish oson qilish o'ylaganman. Lekin mana ish davomida shu narsa aniq bo'ldiki, hozir o'quvchilarga biz nafaqat arab tilini o'rganishiga yordam berdik, balki ularni ichki shaxsiy rivojlanishiga ham hissa qo'shdik-da. Bir o'quvchim voqeasini aytib beraman. Erta turmushga chiqqan, 18 yoshda maktabni bitiriboq turmushga chiqib ketgan va ichida orzusi bo'lgan arab tilidan institutga kirib o'qish. Bu orzuligicha qolib ketgan, 2 ta bolali bo'lgan va kurslarga yozilaman deganida turmush o'rtog'i eplay olmaysan, bolalar kichkina deb, ya'ni men eplayman, sizga shuni isbotlab beraman deb shu o'quvchimiz yozilgan va shunaqangi ishtiyoq bilan dars qilgan, juda ham a'lochi o'quvchimiz edi. Mana shu ishtiyoqini ko'rgan turmush o'rtog'i o'sha may oyida o'qishni tugatgan bo'lsa, uni institutga kirishiga ruxsat bergan. Ha, sen eplay olarkansan, qo'lingdan kelarkan deb o'sha dokument topshirib, keyin menga sentyabrda aloqaga chiqdi. Ustoz rahmat, mana shu kurslar tufayli men o'zim ishonchimni topdim, turmush o'rtog'im menga ishondi va mana hozir talabaman. Oliygohda arab tili bo'yicha mana shu orzularimga erishyapman dedi.